Belariq mahallasi bo'lyapti. Next tarafdan kelaverish. Bu tarafi to'qimachilik instituti tarafga qarab yuramiz bo'ladi. Bu yerdan to'qimachilikdan kelish bo'ladi. Shunday mana shu domimizani, o'sha общежитияni oxirgi burchagidagi uy sotilyapti. Shu burchagidagi uy. 16 kvadratli, 17,5 ming so'rashyapti. Oshxona, sanuzillari общий hisoblanadi. Mana uy ichi ko'rinishi. Bu yerda hozircha vaqtinchalik ijarachi qo'yishgan. Bu At-Termiziy ko'chasi bo'ladi. To'g'risida yangi qurilayotgan uylar. Mana bu tekstilning eski tushib ketadigan yo'l bo'ladi o'ng tarafda. Chap tarafi Kartingan oldidan kelaverish bo'ladi. Next taraflardan kelish bo'ladi. Mahallaning ichida sentralniy yo'l. Maktab, bog'cha, poliklinikalar yaqin joyda joylashgan. Arzonlashtirilgan narxni berishyapti. Uyga egasi mana bu yo'ldan ko'rinishi, puliga yarasha joy. Telefon qilinglar, o'z raqamlarini qo'yamiz. Yo'lni o'zini gaplashib, kelishtirib olaverasizlar. Bu demak oshxonalarga ekan. Umumiy oshxona hisoblanadi. Gaz plita qo'yilgan, remontlari qilingan. Xonadon uchun akkuratli foydalanishadi deyishyapti. Bu yerda oynalar qo'yilgan. Ichkaridan ko'rinish. Kladovka ham bor, o'zimniki deyaptilar. Xat hujjatlarini ham ko'rsatmam kerak bo'lsa deyaptilar. 2 ga 1 lik kladovka ekan. Narsa saqlash uchun. Hozirgi kunda ijarachilar narsa saqlashyapti. Ma'lumot uchun aytib ketamiz, ijarachilar ham bor. Ijarachilar turibdi hozirdan,